Hududlarni rivojlantirishda endi asosiy e'tibor mavjud imkoniyatlarni oddiy hisob-kitob emas, balki ilmiy tahlil, aniq prognoz va iqtisodiy modellar asosida ishga solishga qaratilmoqda. Bu borada aql markazlari ishtirokida baholash hamda alohida rivojlanish strategiyasi ishlab chiqiladi. Prezidentimiz topshirig'i bilan Namanganda ayni masalalar ijrosiga kirishildi. Xabaringiz bor, shu yilning 23-iyun kuni davlatimiz rahbari amaliy tashrif bilan Namanganda bo'ldi. Katta masshtabda tashkil etilgan ushbu tashrifda prezidentimiz viloyatda ishga tushayotgan yangi loyihalar bilan tanishish asnosida Namanganda endilikda rivojlanish modeli ilmiy asoslangan holda olib borilishi, buning uchun hududga aql markazlari biriktirilishini belgilagan edi. Topshiriq ijrosiga kirishgan holda 14 aql markazlari viloyatdagi har bir shahar, tuman hokimliklari bilan ishga kirishdi va bu borada viloyat shtabi ish boshladi. Shuningdek, hududlarning qo'shimcha zaxira va imkoniyatlarni ko'rib chiqish yuzasidan belgilangan yo'l xaritasi bilan tanishish maqsadida xalq deputatlari Namangan viloyati kengashining navbatdagi sessiyasi chaqirildi. Unda viloyat, shahar, tuman hokimlari, aql markazlari mutaxassislari va deputatlar ishtirok etdilar. Muhtaram yurtboshimiz, Namangan tajribasi misolida ilmiy tadqiqot markazlari va hududiy hokimliklarni ilmiy tadqiqotga asoslangan tizim asosida ish tashkil qilishni yangi tizimni boshlab berdilar va shu nuqtai nazardan Namangan viloyatining 14 ta tumaniga 14 ta aql markazi biriktirildi va ilmiy tadqiqot asosida mahalla, ilmiy tadqiqot maskani va hokimlik tamoyili asosida iqtisodiy diagnostika, so'rovnoma, tezkor axborot to'plash asosida mana shu tahlil ishlar amalga oshirildi. Shu aql markazidan asosiy e'tibor markazida mana shu tadbirkorlar va aholini qiynaydigan, bugungi kunda hal qilinishi kerak bo'lgan loyihalarga e'tibor qaratildi. Va tahlil jarayonida shu narsalar aniq bo'ldiki, asosiy effekt, asosiy samara beradigan ishlab chiqarish samaradorligiga bu ishlab chiqarish infratuzilmasini yaxshilash. Sessiya davomida endilikda prezident konsepsiyasi asosida hududlarni ilm-fan, innovatsiyalar va ilmiy asoslangan yondashuvlarga tayangan holda rivojlantirishning istiqbolli maqsadlari keng muhokama qilindi va bu borada qisqa vaqt ichida respublika aql markazlari hamda shahar, tuman hokimlarining ishlab chiqqan yo'l xaritasi taqdimoti tinglandi. Bugun tuman va shaharlarda aniqlangan muammolar va ularning yechim bilan bog'liq takliflarni yo'l xaritasiga taqdim qilinayotganligi minglab aholini og'irni yengil, uzoqni yaqin qiladi desak to'g'ri bo'ladi. Birgina Chust tumani misolida oladigan bo'lsak, bugun yo'l xaritasiga kiritilayotgan takliflar nihoyatda dolzarb. Sababi Chust tumani Kosonsoy tumani markazi bilan bog'lovchi magistral yo'lini ta'mirlanishi orqali bir sutkada 20 ming transport harakat qiladigan yo'lni ta'mirlanishi va mana shu hududda yashovchi Tepaqo'rg'on, Qayirma, Shoyon, Qiziltepa, Baymoq, Damobod va Sho'rbuloq mahallalarini aholisini demak xavfsiz transportda harakat qilish imkoniyatini yaratib beradi. Albatta bugun mana shu yo'l xaritasiga taqdim qilinayotgan har bitta loyihaning ahamiyati shundaki, birinchi navbatda aholini qiynab kelayotgan muammolar bugun aniqlab olingan va shu bilan birgalikda mana shu bir necha yillardan beri o'zini yechimini kutib kelayotgan masalalar demak saralab olingan. Bunda albatta hududga ilmiy tadqiqot muassasalarini biriktirilish amaliyotini biz samarali natijasini ko'rishimiz mumkin. Ma'lumot o'rnida aql markazlari tomonidan viloyatning barcha hududlarida o'tkazilgan o'rganishlar natijasida jami 126 ta, shundan sanoat sohasida 39 ta, xizmatlar sohasida 35 ta, ijtimoiy sohada 21 ta, qishloq xo'jaligida 18 ta, yo'l infratuzilmasida 10 ta va boshqa masalalardagi imkoniyatlar aniqlanib, yo'l xaritalariga kiritildi. Shunaqa taklif berilyaptiki, o'sha 2030-yilgacha turizm strategiyasini ishlab chiqish bo'yicha ham taklif berildi. Yana bir muhim tarafiga to'xtalib o'tishimiz kerak. Namangan shahrini bilamizki, sanoati juda yuqori. Demak, shu nuqtai nazardan ular uchun aynan ishlab chiqarish infratuzilmasini shakllantirish birinchi masala. Ikkinchi tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, xizmatlar ulushi ham jami viloyat xizmatlarida ulushi yuqori. Bu nuqtai nazardan xizmatlarga ham tegishli imkoniyat yaratib berish. Bu uchinchi yo'nalish. Ishlab chiqarish olib qaraydigan bo'lsak, biz bilamizki, to'liq ishlab chiqarish zanjirini yaratish. Mana masalan, qaysidir korxona bor, to'liq sikli yo'q. Masalan, qaysidir tekstil oladigan bo'lsak, tekstil qaysidir bittasi bo'yaydi, qaysidir ishlab chiqaradi, qaysidir faqat mato chiqaradi. Biz ham shu taklif qilganimizda to'liq o'sha ishlab chiqarish sikli to o'sha xom ashyodan to yakuniy mahsulotgacha, tayyor mahsulotgacha bo'lgan ishlab chiqarishni tashkil qilishga alohida urg'u berildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Namangan shahri tajribasi qolgan hududlarda ham aynan shu tamoyil asosida ilmiy tadqiqot tashkiloti, deylik mahalla, hokimlik tizimi asosida ishni tashkil qilishligi va tadbirkor va aholiga yaxshi sharoit, imkoniyat yaratib beradigan imkoniyatlarni topishga hissa qo'shadi degan umiddamiz. Shuningdek, viloyatga doimiy faol hamkorlikda ishlash uchun bosh aql markazi sifatida O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya akademiyasi biriktirildi. Ishni tizimli tashkil qilish aynan Bank Moliya akademiyasiga topshirildiki, bugungi aniqlangan barcha taklif va tavsiyalar 126 ta demak takliflar
uni ijrosi monitoringi, uni qanday olib borilishi, natijadorligini baholash aynan bank moliya akademiyasi tomonidan amalga oshiriladi. O'tkazilgan sessiyada hududlarning yo'l xaritasiga doir 126 ta masala va taklif keng muhokama qilindi. Ushbu rejalarni amaliyotdan avval yana bir bor puxta tahlil qilinishi, uning har tomonlama istiqboli hokimlar va aql markazlari bilan qayta ko'rib chiqilishi ta'kidlandi.